Qadrli Fora Group obunachilari, bugungi obzorimiz asfalt qilishda ishlatiladigan darojniy katoklarimiz haqida bo'ladi. Hozir sizlar bilan yangi modelimizni ochib ko'ramiz. Fora brendi ostidagi VR 880 modeli 186 portionli salarkada ishlaydi. O'rindiqlar va qo'shimcha yoritgichlar bilan jihozlangan. Ishlash vaqtini ko'rsatuvchi va akkumulyator indikatori ham mavjud. Umumiy vazni 1 tonna, motor quvvati esa 606 kW. Urish kuchi 3 tonnagacha. Bu modelimizning narxi 62,5 million so'm. Faqatgina sotuvda 1 dona qolgan. Ulgurib qoling. Mini variantlarimizdan R300 modeli. Bu variantimizni 2 xil salyarkada va benzinda ishlaydigan modellari mavjud. Ular bir aylanali 178 portionli bo'lib, gidravlik moy hajmi 2,5 litrni tashkil etadi. Umumiy og'irligi esa 210 kg. Bu modellarimizning narxi 20 million so'm. Keyingi modelimiz Fora brendi ostidagi VR600 modeli. Kelinglar uni yaxshisi ishlatib ko'rib, sizlarga obzor qilib beramiz. Bu modelimiz 2 aylanali Honda motor bilan jihozlangan va umumiy og'irligi 550 kg ni tashkil etadi. Tezlikni boshqarish va oldinga orqaga harakatlanish uchun ikkita richak bilan ham jihozlangan va ko'rib turganingizdek, tarmasangiz ham o'zi harakat qilishi mumkin. Bu modelimizni salarkada ishlaydigan varianti ham mavjud. Ularning har ikkisini narxi 30 million so'm. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizga ham xuddi shunday darojniy katoklar kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling va unutmang, Fora Group yuqori samaradorlik uchun yordamchi.